Assalomu alaykum. Bugun sizlarga judayam mazali, yumshoq bo'lib chiqadigan listovoy pirogimni tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, eng avvalo magizimizni issiq qaynagan suvga 5 daqiqaga ivitib olamiz. So'ng sutimizni ilitib olib, magiz ustidan qo'yamiz va blenderlab olamiz. Alohida idishda tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olib, oqini shakar bilan ko'pirtirib olamiz. So'ng tuxum sarig'ini solib, mikser yordamida past ko'risda aralashtirib olamiz va sodani uksus bilan kuydirib solamiz va yog'imizni ham solib, lopatka yordamida aralashtiramiz va magizli massani solib aralashtirib olamiz. Mana shunaqa ko'pirib chiqadi hamma masalliqlar. Kakaoni albatta elakdan o'tkazib solamiz va aralashtiramiz. So'ng unimizni ham elakdan o'tkazib solamiz va ustidan razrixli solib aralashtiramiz va tayyor bo'lgan masallig'imizni teng 3 kosaga bo'lib olamiz va pergament yozilgan listimizga solib, oldindan qizdirilgan duxovkada 180 haroratda 10 daqiqadan pishirib olamiz. Mana ko'rganingizdek yumshoq bo'lib chiqadi. Qolganlarini ham shu tarzda pishirib olamiz. Endi kremimizni tayyorlab olamiz. Saryog'imizni mikser yordamida oqargunicha ko'pirtirib olamiz. Ustidan varyonli sgushyonka solib olib, bir xil massa bo'lgunigacha mikserlaymiz. Pishib chiqqan go'shtlarni chetlarini kesib olamiz. Bu bizga bezatish uchun kerak bo'ladi. Kremimizni taqsimlab har bir go'shtga surib chiqamiz va go'shtimiz chetidan kesib olganlarni urvoq qilib pirog chetiga sepib chiqamiz va oxirida ustiga glazur qo'yib olamiz. Mana yumshoq bo'lib chiqadigan pirogimiz ham tayyor. Hammaga tavsiya etib qolaman. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Kanalimga obuna bo'ling va like bosing.